Yo, barchaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan har doimgidek Zufar Max bo'lyapti. O'rtoqlar, bugungi videomizda obloshkasidan ko'rib turganlaridek, bugun men o'z obunachimning akkauntini 10,000 almazga kuchaytirib berdim. O'rtoqlar, bu qanaqa sodir bo'ldi desanglar, o'tgan safargi videoroliklarimizni kommentariyalardan sekret so'z yozganlar bor, shularni tanlab olib, topib, randomizer orqali hammasini chestni qilib, topib, telefon qilib o'sha obunachimizga aloqaga chiqdim, ya'ni akkauntingizni kuchaytirib beraman dedim. Va akkauntlarini kuchaytirib berdim o'rtoqlar. Video davomida ko'rishingiz mumkin. Video boshlanishidan avval o'rtoqlar har doimgidek yeyishga yoki ichishga shirinlik yoki biron nima olinglar, chunki video juda qiziqarli bo'ladi. Maza bo'lasizlar. Okey, maza qilasizlar o'rtoqlar video davomida. Undan tashqari esingizda bo'lsa $50,000 akkauntimizda 3 ta odamga 300 almasdan tashlab beraman degandim. Buni videoning oxirida randomizer orqali ham tashlab beramiz o'rtoqlar. Qani bo'lmasa ko'p cho'z o'rmay o'rtoqlar. Juda ham ko'p gapiramanda bor-ku. Davaychi undan videoni boshlaylik tezroq. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, ketdi. O'rtoqlar, men naushiga ham taqib oldim, shtob eshitirish uchun men bu Free Fire zvuklari sal balandroq ekan, pasaytiramiz ozgina. Okey, obunachimiz birinchi o'rinda nimani so'radilar desanglar, jackpotda men bu yangi kelgan o'sha legendarniy va shu lutshey naborini olib tushirib bermasangiz bo'lmaydi dedi. Endi buni tushirishga harakat qilamiz o'rtoqlar, sizlar bilan birgalikda. Agar video yoqsa like bosib qo'yinglar. Keyingi ishtirokchilar bo'lishingiz mumkin. Yaxshi kommentariy yozinglar o'rtoqlar. Qani bo'lsa sekin-sekin bilan videoni boshlaymiz. Xo'p, bu yerda bitta zolto jackpotda aylantiraveramiz o'rtoqlar. Har doim men zolto jackpotda aylantiraman bilishinglar uchun. Xo'p, zolto jackpotda aylantiramiz. Недостаточно средств deyapti. Ha, pul yo'q ekan. Вообще pul yo'q ekan. Pulini qaramabman. Mayli, iloji yo'q, nima aylantiramiz endi? Faqat shuni aylantiramiz. Mayli, bittalik poputkadan aylantirib ko'ring. Bittalik poputkadan aylantirib ko'ramiz boshlanishiga. Hop. Bu tez ekanmi? Вообще tez ekan mana o'zi, bolalar. Нереально tez ekan, нереально tez ekan o'zi. Ishoninglar, нереально tez ekan. Sirasi chiqarib beryapti. Men qanaqadir nimalar bo'ladimikan deb o'ylayman. Okey, qani 10 talik poputkadan boshlaymiz. Zufar Max omading kelsa, agar obunachingning akkaunti zo'r bo'ladi. Qani ketdik o'rtoqlar. O'zi ham 10,000 ta olmas soldimda bolalar. 10,000 ta olmas shuni sovordimda bolalar. Voy, nima tushdi? Voy, ikkinchi poputkadan tosh tushdi o'rtoqlar, ikkinchi poputkadan tushdi. Yaxshi. Ikkinchi poputkadan o'sha tosh. Wow! Voy, hey! Сразу tosh yana tushdi. Voy!